Aka, bu qanaqa xona? Aka, bu joyimiz men sizga aytgan laboratoriya, ya'ni o'stingi davlatlar ichida yagona bo'lgan laboratoriya. Yagona, bizda. Yagona. Gap yo'q, lekin zo'r. Aka, nega bunaqa deyapman? Bu laboratoriya bizga nimaga kerak bo'ladi o'zi umuman olganda? Bu laboratoriya har bitta kotelda ishlab chiqarilgandan keyin bu yerda test qilinadi. Ya'ni men sizga shu 92 KPD, ya'ni foydali ish koeffitsiyentini chiqarib beradigan laboratoriyamiz shu bo'ladi. Ko'rib, o'lchab, qattiq xato bo'lgan bo'lsa, misol uchun shoflarida yoki qattiq utechka bo'lgan bo'lsa, shu yerda ko'rsatib bitta mana shu xatoligi bor deb brakini chiqarib beradi. Siz bu yerda yoqib ko'rasiz, to'g'rimi? Albatta, aka. Yoqib ko'rganda tutunichi, aka? Misol uchun boshida tutun chiqadi ozgina. Aka, har bitta kotel uchun mo'ljallangan dimoxodimiz bor. Dimoxod. Da. Bu yerda nasadga almashtiriladi. Bular nasadga qilinadi. Hop. Nasadga almashtiriladi. Har bitta kotelga mo'ljallab bemalol nima qiladi. Siz ishlatib ko'rgan ekansiz, ichi qora ekan-a? Rabochiy, mana yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Endi savol bo'ladi, bu yerga qanaqa olib kirasiz deb, aka, tepani ochiladigan qilganmiz. Tepa ochiladi. Kran bor, kranimiz bu tepadan keladi, tepa lyuk ochilib, bu yerdan kotel pastga tushiriladi. Kotel tushiradi. Da, albatta. Gap yo'q lekin, vashi zo'r, aka. Qolib oldi. Xo'p. Bu ko'mirli dedingizmi buni? Da, bu ko'mirli kotelimiz. Xo'p. Buni eng kichkinasi necha kilovatr? Buni eng kichkinasi 19 kilovat aka. 19. Qancha joy isitib bera oladi? 19 kilovat. Aka, qarang. Umuman mijozlar uchun ham oddiy arifmetika bu. 1 kilovat 10 metr kvadratga qizilib beradi. 1 kilovat 10 metr. 190 watt. Da, bu 190 metr kvadrat qizilib beradi. Ko'mirda ishlaydi. Eng kichkinasi da. Ko'mirda yana nima ishlaydi? Ko'mirda o'tinda ishlasa bo'ladi. No, qarang aka, farqi nimada bo'ladi? Kotelda 2-3 xil bo'ladi-da. Ko'mirlida. Avtomat, polavtomat, mexanika. Mexanika bo'lgan holatda har qanaqangi o'tinlarni bemalol solish mumkin bo'ladi. Lekin polavtomatimiz bor, avtomatimiz bor. Bularda o'zini ko'miri diametri bo'ladi. Ya'ni katta ko'mirlar sog'iladigan bo'lsa, bu yerda shinek ulanadi. Bu yerda hozir shinek yo'q aka. Ustidan qilganimiz aytganmiz, shinekdan o'tmay qoladi, ya'ni sig'may qoladi aka. O'sha holati bor. Bo'ldi, tushundim. Buni ichini ochib ko'rsa bo'ladimi? Bemalol aka. Bo'ldi. Men bu kotel ishlayotgan holatini video qilganman, sizga tashlab beraman aka. Zo'r bo'lardi, aka, tashlab bersangiz. Mana obunachilarim uchun narxini o'zingiz telefonda aytasiz. Lekin skidka qilib berasiz. Albatta. Sovg'asi ham bor bunga ham, обязательно. Muammo yo'q. Bo'ldi. Men nomerligini akamga yozib qolaman, aloqaga chiqaverasizlar, qo'rqmasdan. Ma'lumot olish uchun ham chiqsanglar bo'ladi, sotib olishingiz shart emas. Bexijolat telefon qilsanglar bo'ladi, muammosiz.